Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-sinf O'zbekiston tarixi darsligining 8-mavzusi Buxoro xonligida markaziy hokimiyatning zaiflashuvi mavzusi bilan tanishamiz. Bu yerda asosiy yoritilgan mavzuimiz bu Subhonquli xondan so'ng Ubaydulla xonning hokimiyatga kelishi, undan so'ng Abulfayz xonning hokimiyatga kelishi va bu yerda bosh-boshliqliklar va mamlakatning tanazzuga yuz tutish masalalari bilan batafsil tanishib olamiz. 1702-yilda Subhonquli xon vafot etgandan so'ng taxtga uning o'g'li Ubaydulla xon II 1702-1711-yillarda keladi. Ubaydulla xonning asosiy maqsadi siyosiy targ'ibotni tugatishdan iborat edi. U ana shu maqsad yo'lida goh isyonkor qabilalarga qarshi, goh bo'ysunmas mahalliy hukmdorlarga, goh davlat sarhadlariga bostirib kirgan ko'chmanchilarga qarshi kurash olib borishga majbur bo'ladi. Bunda eng yaxshi, eng jiddiy muammolardan yana bittasi bu Balx masalasi edi. Aynan otasi alohida xizmatlari uchun Mahmudbey otaliqqa, ya'ni Badaxshon hokim Mahmud otaliqqa Balxni tortiq qilgan edi. Ammo u 1706-yil o'zini xon deb e'lon qilganligi Ubaydulla xon tomonidan Ubaydulla xonni ranjitadi va Ubaydulla xonni bo'ysundirishga harakat qiladi. Ammo bir necha janglardan so'ng g'alabaga erishish imkoniga ko'z yetmagan Ubaydulla xon Mahmudbey otaliq hokimiyatini tan olishga majbur bo'ladi. Ubaydulla xon o'tkazgan islohotlar muvaffaqiyatsiz uchraydi. Ma'lumki, ichki va tashqi dushmaniga qarshi tinimsiz urushlar katta mablag'lar talab qilar edi. Ubaydulla xon aholidan yig'iladigan soliqlarni 4 barobarga ko'paytiradi. Aynan mana shu jarayon xalq orasida norozilikni keltirib chiqaradi. Xuddi shunday og'ir vaziyatda 1708-yilda pul islohoti o'tkaziladi. Bu esa kumush tangalar tarkibidagi kumush miqdori kamaytiriladi va har bitta kumush tangadan 4 tadan kumush tangaga bo'linadi. Bu esa savdogarlar, mahalliy aholi norozilik keltirib chiqaradi. Savdogarlar, hunarmandlar do'konlardan mahsulot sotmay qo'yadi. Mamlakatda iqtisodiy hayot inqiroziga yuz tutadi. Og'ir ahvolda qolgan xalq qo'zg'olon ko'taradi. Afsuski, qo'zg'olon hukumat tomonidan bostiriladi. Ubaydulla xon markaziy hokimiyatni kuchaytirish maqsadida hatto o'sha davrning eng ta'sirli kuchi bo'lgan Jo'ybor shaharlariga qarshi ham kurash olib borgan. Hatto ulardan soliq olmaslik talabi qo'yilgan edi. Ulardan soliq talab qila boshladi. Ular ham Ubaydulla xonni siquvga olishga, uni hokimiyatni chetlashtirishga harakat qilishadi. Mana shunday jarayonlarning birida 1711-yil fitna natijasida Ubaydulla xon o'ldiriladi. Hokimiyatga Abulfayz xon keladi. Abulfayz xon uchun hokimiyat u darajada ham qiziq emas edi. Uning davrida mamlakatda parokandalik avjiga chiqadi. Hukmdorning o'zi davlat ishiga umuman o'z diqqatini qaratmaydi. Iqtisodiy inqiroz, siyosiy bosh-boshliqlik avjiga chiqib ketadi. Buni misol sifatida ko'rishimiz mumkinki, aynan Abulfayz xon davrida Mang'at qabilasidan chiqqan Muhammad Hakimbey mamlakatda eng katta nufuzli shaxsga aylanadi. Asosiy vazifani hal qiluvchi shaxsga aylanadi. Hatto ushbu shaxsga barcha otaliqlarning boshlig'i unvoni ham berilganligi buning yaqqol dalilidir. Ana o'sha davrda Shahrisabz hokimi Kenegas qabilasidan chiqqan Ibrohimbey Urgut va Miyonqol hokimlari bilan til biriktirib, Buxoro xonligidan mustaqil poytaxt Samarqand bo'lgan davlat tuzishga muvaffaq bo'ladi. 1723-yilda Samarqandni egallab olib, ular Rajab sultonni taxtga o'tkazadi. Ibrohimbeyning o'zi esa amalda Amir ul Umaro, ya'ni ulug' amir unvonini oladi. Ibrohimbeyning asl maqsadi Buxoro taxtini egallash, Rajab sultonni Buxoro taxtiga o'tkazish va shu orqali mamlakatning eng nufuzli kishisiga aylanish edi. Afsuski, Buxoroga qilgan yurishlarda g'alabaga erishgan bo'lsa ham, ammo Buxoroni egallay olmaydi. Bunga Hakimbey boshliq qo'shin to'sqinlik qilgan edi. Ibrohimbey va Rajab sulton chuqur o'ylab ko'rmasdan hokimiyatni egallash uchun qozoqlardan yordam so'radi. Qozoqlar bu vaqtda Jung'or ko'chmanchilarning hujumiga uchragan, juda ocharchilikda yashayotgan edi. Aynan ular bu jarayonni taklifni qabul qiladi, Buxoro, Samarqand hududlariga kelib, yordam berish o'rniga ushbu hududlarni talon-taroj qiladi. Va aholi asosiy hukmdordan, Ibrohimbeydan ham emas, mahalliy hukmdorlardan emas, balki Abulfayz xondan norozilik kuchayib boradi.
Mana shu kuchayib borish jarayonida Abulfazxonning atrofida bo'lgan yaqinlari Muhammad Hakimbiyni Buxorodan chiqarib yuborish taklifini berishadi. Aynan Hakimbey Qarshiga hokim qilib yuboriladi va markaziy hokimiyatdan chetlashtiriladi. Abulfazxon hukmronligi davrida Samarqand, Qarshi, Balx, Farg'ona, Badaxshon hududlari amalda mustaqil siyosat yuritayotgan hududlarga aylangan edi. Mana ko'rib turibmizki, Ashtarxoniy asosining eng so'nggi hukmdori Abulfazxon davrida mamlakatda parokandalik eng avj nuqtaga kirdi. Ubaydulla xon ikki qisqa hukmronlik qilgan bo'lsa-da, ammo mamlakatni birlashtirishga harakat qilgan eng so'nggi Ashtarxoniy hukmdor sifatida tarixga kirdi. 8-mavzu haqida fikrlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.